Assalomu alaykum avvalambor. Bugungi kreativ va innovatsion g'oyamizning asosiy mavzusi Glass Clean, ya'ni qayta ishlanadigan shisha asosida samarali filtrlash tizimi. Glass Clean loyihasining asosiy g'oyasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu chiqindi sifatida tashlab yuborilgan rangli shishalarni qayta ishlab, ularni suvni filtrlashda foydalaniladigan ekologik va arzon sifatli material sifatida qo'llashdir. Loyihada maydalangan shisha zarrachalari suv tarkibidagi mexanik aralashmalarni ushlab qoluvchi filtr qatlami sifatida ishlatiladi. Bu orqali biz bir vaqtning o'zida chiqindilarni kamaytiramiz, suvni tozalaymiz hamda ekologik muammolarga innovatsion yechim beramiz. Muammoning mohiyatiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda dunyoda eng dolzarb ekologik muammolardan biri bu maishiy chiqindilarning hajmini ortishi hamda suv resurslarining ifloslanishi hisoblanadi. Ayniqsa, shisha chiqindilari tabiiy muhitda juda sekin parchalanishligi sababli uzoq muddat ekologik xavf tug'diradi. Shisha biologik parchalanmaydigan material bo'lib, tabiatda 1000 yildan ortiq saqlanib qolishi mumkin. Shu sababli uni qayta ishlamaslik chiqindixonalar hajmini oshiradi va ekologik bosimni kuchaytiradi. Global shisha chiqindilarining umumiy taqsimotiga qaraydigan bo'lsak, 48%ni ichi bo'sh yoki idishli shishalar, ya'ni shishalar va bankalar tashkil qiladi. 42% esa yassi shisha buyumlari, qurilish materiallaridan chiqqan deraza va avtomobil oynalari, 5% ni esa ichimlik stakanlari va 5% ni boshqa shisha buyumlar tashkil qiladi. Shishani qayta ishlash statistikasiga qaraydigan bo'lsak, har yili dunyo bo'yicha 27 million tonna shisha qayta ishlanadi. Idish oynalarining taxminan 32% qayta ishlanadi. Ammo yassi oynalarning atiga 11% qayta ishlanadi. 2050-yilga borib bu ko'rsatkich 3.4 milliard tonnaga yetishi prognoz qilinmoqda. Yevropa mamlakatlarida shishani qayta ishlash bo'yicha dunyoda eng yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lgan davlatlar Shvetsiya va Belgiya 95% bilan, Shveysariya 94% bilan, Germaniya 85.2% bilan hamda Buyuk Britaniya 76.5% bilan yetakchilik qilmoqda. Bundan tashqari, ranglariga qarab farq qiladigan shishalar, yashil shisha qayta ishlangan materiallarning 95% gacha foydalanish mumkin. Jigarrang esa 70% gacha foydalanish mumkin. Oq rangli shishadan esa 60% gacha qayta ishlashda foydalanish mumkin. Qayta ishlash bilan esa faqatgina O'zbekiston bo'yicha 14 tagina korxona shug'ullanadi. Davlat statistika ma'lumotlariga qaraganda, 2024-yilda O'zbekistonda 41.3 million ton kub metr qattiq maishiy chiqindi tashib chiqarilgan. Bu bir qancha muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari, dunyodagi ekologik vaziyatga qaraydigan bo'lsak, dunyo bo'yicha yiliga 2.1 milliard tonna maishiy chiqindi hosil bo'ladi. 2050-yilga borib bu ko'rsatkich 3.4 milliard tonnaga yetishi prognoz qilinmoqda. Bu esa chiqindilarni qayta ishlash texnologiyalarini global ehtiyoj ortayotganligini ko'rsatadi. Shisha chiqindilarining global statistikasi har yili dunyoda taxminan 27 million tonna shisha qayta ishlanadi. Global shisha qayta ishlash darajasi o'rtacha 32% atrofida hisoblanadi. Shisha cheksiz marta foydalanadigan va qayta ishlanadigan mahsulot bo'lib, u 1000 yillar davomida yo'qolmaydi. Uning yo'qolishi juda ham qiyinchilik bilan ketadi. Xo'p, bu chiqindilarning O'zbekistondagi suv bilan bog'liq muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi o'rinda aholi sonining o'sishi, iqlim o'zgarishi hamda suvdan samarasiz foydalanish natijasida suv resurslari kamayib bormoqda va ekologik muammolar kuchaymoqda. Bu hozirgi men taklif qilayotgan Glass Clean loyiham suvni arzon va samarali filtrlash texnologiyasi natijasida ehtiyojlarni qondirishga xizmat qiladi. Glass Clean loyihasining ekologik ahamiyatiga to'xtaladigan bo'lsak, bu ikki muammoni birlashtirib hal qiladi. Birinchi muammo shisha chiqindilari ortishi bo'lsa, unga yechim qayta ishlangan shishani filtr material sifatida ishlatish. Ikkinchi muammo suvning sifati pasayishi bo'lsa, unga yechim esa arzon va samarali filtrlash tizimini yaratadi. Natijada chiqindilar hajmi kamayadi, suv tozalash xarajatlari pasayadi hamda ekologik barqarorlik oshadi. Bu loyihaning ijtimoiy foydalariga keladigan bo'lsak, toza suv sog'liqni yaxshilaydi,
yashash sifatini oshiradi, chiqindilarni kamaytiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi hamda barqaror suv tizimini yaratadi. Iqtisodiy foydalariga keladigan bo'lsak, kommunal xarajatlar kamayadi, ta'mirlash xarajatlari kamayadi, resurslarni tejaydi, mahalliy iqtisod rivoji oshadi hamda infratuzilma xarajatlari kamayadi. An'anaviy filtr bilan taqqoslaganda, ya'ni qum filtri bilan taqqoslaganda bir qancha afzalliklari bor. Masalan, material narxiga keladigan bo'lsak, qum filtrida o'rtacha, lekin Glass Clean'da juda ham arzon. Filtr materialiga keladigan bo'lsak, qum tabiiy resurs, lekin uni ishlab chiqarish, tashish uchun ancha xarajat ketadi. Lekin Glass Clean uchun esa qayta ishlangan shisha bo'lsa bas. Xizmat muddatiga qaraydigan bo'lsak, Glass Clean 2-3 yillik xizmat muddati mavjud. Almashtirish tezligi esa kam. Ekologik ta'sirga qaraydigan bo'lsak, Glass Clean'dagi yuqori, ya'ni ijobiy. Boshlang'ich investitsiyasiga bir dona filtr uchun filtr idish kerak bo'ladi. Shisha maydalangan shisha, yordamchi materiallar, yig'ish va o'rnatish bilan jami 900 ming so'mlik xarajat ketadi hamda bu bitta dona filtr uchun. Glass Clean loyihasining sport tahliliga keladigan bo'lsak, ya'ni uning kuchli tomonlari, arzon xomashyo. Hozirgi kunda chiqindi shishalar butun dunyo bo'yicha topiladi hamda ekologik toza texnologiya hisoblanadi. Energiya talab qilmaydi, oddiy konstruksiya hisoblanadi. Imkoniyatlarga keladigan bo'lsak, qishloq hududlarda qo'llanilishi mumkin, chiqindilarni resursga aylantiradi hamda ekologik muammolarni iqtisodiy yechimga aylantira oladi. Hamda global miqyosda qo'llanish imkoniyati bor. Glass Clean loyihasidan xulosani shunday qilishimiz mumkinki, bu bir vaqtning o'zida ikkita muammoni yechadi. Birinchisi, chiqindilarni qayta ishlab, ularni jamiyatga foydali material sifatida chiqarib beradi. Ikkinchisi esa yangi texnologiyalarni qo'llab-quvvatlaydi. Men bu loyiha bilan shunday xulosaga keldimki, biz chiqindilarni xavf emas, kelajakdagi imkoniyat sifatida ko'ra olamiz.